Ko'kragida kista deb o'ylagan, lekin bu aslida saraton bo'lib chiqqan. Assalomu alaykum do'stlar. O'tgan safar biz ichak saratoni temasini yoritib bergandik. Ko'p savollar kelib tushgan. Bu savollarga imkon qadar javob berdik. Bugungi mavzuyimiz ko'krak saratoni haqida. Ko'krak saratoniga qanaqa omillar, qanaqa sabablar olib kelishi mumkin? 10% ayollarimizda bu genetik narushение, mutatsiyalar sababi bo'lishligi mumkin. Buni biz onkologlar BRK mutatsiya deb qo'yadi. Agar shu mutatsiya ayol kishida bo'lsa yoki ayol kishini oilasida, ota-onasida yoki yaqinlarida saraton kuzatilgan bo'lsa-da, oshqozon saratoni, ginekologik saratonlar agar kuzatilgan bo'lsa, bu ayolda ko'krak saratoni kuzatilishi mumkin. Boshqa omillardan, boshqa sabablardan biri bu ginekologik kasallar. Bu ginekologik kasallar gormonal narusheniylarni olib kelishi mumkin va ikkinchi etapida bu ko'krak beziga ta'sir qilgan holda bu saratonga olib kelishi mumkin. Yana ko'krak saratoniga olib keladigan omillardan biri bu kurение, tabaki mahsulotlarini chekishlik, ayol kishilarni spirtlik moddalarni ichishligi, undan tashqari ekologik narusheniyalar ham bu narsalarga olib kelishi mumkin. Erkaklarda esa bu ham hozirgi aytib ketgan sabablardan bo'lishligi mumkin. Erkaklarda ham agar oilasida, ota-onasida, yaqinlarida saraton kuzatilgan bo'lsa, hujayra уровенida bu narsa mutatsiyaga olib kelishi mumkin va ko'krak saratoni chiqishi mumkin. Chunki ayolda ham, erkakda ham ko'kragida bezlari bo'ladi. Bu bezlar gormonal izmeneniyalarga ta'sir etuvchi hujayralardan tarkib topgan tkань hisoblanadi va gormon balandlab yo pastlashiga moslashgan holda bu yerda mutatsiyalar kuzatilishi mumkin va bu keyingi va ko'p kuzatilgan holda bu narusheniyalar keyingi safar yillar mobaynida bo'layotgan izmeneniyalar hisobiga yomonlik yoki saraton kasalliklariga olib kelishi mumkin. Erkak kishi va ayol kishida agar avlodida saraton kuzatilgan bo'lsa, nima qilishlik kerak? Butun jahon standartlariga mos holda bular 40 yoshdan keyin hamma inson dispanserizatsiya degan so'zlar bor. Dispanserizatsiya bu 1 yilda 1 marta o'tkaziladigan обследование hisoblanadi. 1 yilda 1 marta общий анализ крови, pechonочно-почечный testi, jigar, buyrak testlari, koagulogramma, qonni suyuqligi va qo'yiqligi, rentgen grudnoy kletki, o'pkani rentgeni, agar ayol kishi bo'lsa ko'krakda UZIsi, mammografiyasi, undan tashqari UZI qorin bo'shlig'larini pastki taraflar UZI va polovoy ginekologik yo'llaridagi UZIlarni qilishligi kerak. Обязательно buyraklarni UZI qilishlik kerak. Bu eng oson обследованияларdan biri. Agar shu обследованияларда bir qandaydir holatlar yo o'sma yo bo'lmasam tushunarsiz bir holat bo'lsa, дополнительный обследованиyaga обязательно yuborishi kerak vrach. Bu endi kompyuterniy tomografiya, magnitniy rezonansniy tomografiya yo bo'lmasam kompyuterniy magnitniy rezonansniy tomografiyasi, внутривенным контрастированием, qon tomiriga kontrast yuborish bilan kompyuter qilinadi yoki bo'lmasam chuqurlashtirilgan обследованиялар o'tiladi. Bunga PET kompyuterniy tomografiya, onkomarkerlarni qarab chiqish va hokazo. Kelar endi bu kasallik qanday ko'rinishligi mumkin? Simptomlari haqida aytib ketamiz. Bu simptomlar bir nechta. Birinchi simptomlardan biri bu og'riqlik, ko'krakda og'riq bo'ladi. Ko'krakda o'zida yo bo'lmasam sosok deb qo'yadi, shu zonalarda bo'lishligi mumkin. Yoki bo'lmasam ayol kishi o'zida, ko'kragida yo erkak kishi uplotneniyalar deb qo'yamiz. Bu o'sma yoki bo'lmasam bir sharik sezyapman deb qo'yadi, yo bir narsa sezilib turibdi, o'sma dumaloq shaklda deb qo'yadi. Shunaqa narsalar bo'lishligi mumkin. Yana bir simptomlardan biri qo'ltiq tagidagi bezlari ham ishishi mumkin. Bu ham ko'krak saratonining bir simptomlariga kirib ketadi.
yoki bo'lmasam ko'krakda yaralar paydo bo'lishligi va bu yaralar bitmasligi va bu yaralar kattaylashib ketishligi ham kelishligi mumkin. Yana bir simptomlaridan ko'krakda sosug'idan qon aralash suyuqlik chiqishlari ham kuzatilishi mumkin. Yoki bo'lmasam ko'krakda etini limonniy korka deb qo'yadi, limonga o'xshab qattiqlashib qolishligi, taranglashib qolishligi, shu simptomlar kirib ketadi. Bunday simptomlar agar sizlarda kuzatilsa, onkolog yoki onkolog-mamologga ko'rinishinglar kerak. Kelar endi eng interesniy etapiga o'tamiz. Bu diagnostika. Qanday qilib ko'krak saratoni diagnostikasi va diagnozi qo'yiladi? Birinchi очередь ayol kishi ko'kragida bir izmeneniyalar yo shu hozir aytib ketgan simptomlarni sezsa, обязательно UZI yo mammografiya qiladi. Yo bo'lmasa bu simptomlar yo'q bo'lsa ham bir yilda bir marta UZI va mammografiya qiladida, UZIda yo bo'lmasa mammografiyada bir narsa topiladi. Bir o'sma deylik. Bu o'smani обязательно punksiya qilish kerak. Punksiya degani bu biopsiya turiga kirib ketadi. Специальный tripan biopsiya deb qo'yadi. Buni hosilini podmestniy anesteziya, novokain yo'msam lidokain bilan UZI apparatida ko'rib, qayerda turganini, joylashganini ko'rib turib, специальный tripan biopsiyniy iglalar bilan hosilini oladi va hosil обязательно gistologiyaga yuboriladi. Yuborilgandan so'ng laboratoriya 1, 2, 3, 4 kun, 5 kun ichida buni izuchit qilib, qaysi o'smaga moyilligi yoki qanaqa o'smaligini aytib chiqadi. Agar bu rak deb chiqsa, adenokarsinoma deb chiqsa, bu endi rak молочной железы ko'krak saratoni deb belgilanadi, aniqlanadi va patsient дальнейшем ya'ni chuqurroq обследованияларga borishligi kerak. Bularga nima kiradi? Boshda aytib ketganim, analizlar, qon tomiridan analizlar olinadi, обязательно. UZI qorin bo'shlig'i qilinadi, ginekologический UZI qilinadi, UZI почек qilinadi, buyraklarda UZI esa обязательно rentgen grudной клетки qilinadi yoki bo'lmasam kompyuterniy tomografiya qilgani yaxshiroq, chunki o'smani ham ko'rish mumkin va o'pkalarda ham izmeneniyalarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari agar ayol kishida ichagida bir qandaydir izmeneniyalar bo'lsa, обязательно oshqozonni ham ko'rib qo'yishligi yaxshi, chunki oshqozon bilan ko'krak saratoni birgaligida ko'krak saratoni va oshqozon saratoni ham kelib chiqishligi ehtimollari bor. Yoki bo'lmasam yazva yo eroziya bo'lib qolishi mumkin. Bu дальнейшем operatsiyaga yoki ximioterapiyaga противопоказание bo'lib chiqadi va davolash imkonsiz bo'lib qoladi va buni обязательно yazvasini yoki eroziyasini lechit qilish kerak bo'lib qoladi. Endi eng asosiy qismiga o'tsak agar, o'zi asli ko'krak saratoni 5 xil tur bo'ladi va bu egizaklarga o'xshaydi. 5 ta egizakni o'zingizlar tasavvur qilinglar. Har biri har xil lecheniya oladi. Chunki ikkitasi gormoni чувствительный, bu degani ichki gormonlar, tuxumdonlarda chiqib kelayotgan gormonlar обязательно ko'krakka ta'sir qiladigan saraton hisoblanadi. Uchinchisi, to'rtinchisi bu HER2 положительный rak молочной железы deb qo'yadi. Bu deganda hujayralari, o'smani hujayralari специальный retseptorlar paydo bo'ladi, shu saratonga olib keluvchi. Da beshinchisi esa traynoy negativniy rak молочной железы deb qo'yadi. Bu eng og'ir kechadigan rak молочной железы. Chunki buni operativ davosi ham va kimyoterapiya davosi ham qiyin hisoblanadi. Shuning uchun saratonda gistologik rezultati adenokarsinoma rak deb kelgandan so'ng обязательно immunogistoximiya analiziga yuborishi shart. Eng asosiysi bu narsalarni yengilroq kechishi va bu kasallikni oldini olish uchun nimalar qilishlik kerak? Обязательно ayol kishi o'ziga qarab yurishligi shart. Fizические упражнениялар qilishligi shart, gimnastika, fizические упражнения har kuni bo'lmasa ham
2 kunda 3 kunda bir o'zini fizический состоянияsiga qarab yurishi. Ikkinchisi bu ovqatlanish. Обязательно ayol erkak kishi nima ovqat yeyayotganligini va qanday tarkibli moddalarni yeyotganligini bilishligi shart. Ko'proq sabzavot, zelin deb qo'yamiz, zelyoniy, zangori ranglik sabzavotlarni ko'p yeyishligida, meva sabzavotlarni ko'p yeyishligi, bu mevalarida har xil ximiya moddalarini pastroq bo'lishligi, обязательно buni kontrol qilishlik. Yoki bo'lmasam hozir tarqalgan har xil gazirovka, chipsi yoki bo'lmasam fast foodlarni ozroq tarkib qilishlari kiradi. Yana bir muhim narsa, ayol va erkak kishi 1 yilda bir marta profilaktik обследованияларdan o'tib turishligi va buni kvalifitsirованный vrach kontrol qilib ko'rishligi shart. Agar sizlarga malakali shifokor, uzist, renginolog, laborantlar kerak bo'lsa va xirurg, onkolog, ximioterapevtlar kerak bo'lsa, Toshkentdagi Ezgu Niyat klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Men shifokor, onkolog, mammolog va boshqa shifokorlar birgalikda sizdagi muammoni bartaraf qilishga yordam beramiz.